Kim o'ylaydi, urushni to'xtatish uchun Eron Amerikaga ultimatum qo'yadi deb? AQSh prezidenti Trampni urush deyarli oxiriga yetib qoldi degan bayonotiga Eron urush hali beri tugamaydi, biz oxirigacha urushamiz deb javob berdi. Urush tugashi uchun Eron 3 ta talab qo'ydi. Birinchidan, Eronga boshqa urush ochmasligi uchun garantiya. Ikkinchidan, tovon puli. Uchinchidan, Eron yadroviy dasturga ega bo'lishini tan olish. Va bundan sal oldin Ormuz bo'g'ozidan o'z mahsulotlarini olib o'tish uchun Yaqin Sharq davlatlaridan Amerika harbiy bazalarini o'z yurtlaridan chiqarib tashlashni talab qildi. Qaysi birimizni xayolimizga keldi? Bir necha kun oldin urush boshlanganda Eron deyarli yakka o'zi bu koalitsiyaga ultimatum qo'yadi deb. Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga: "Agar sen Ormuz bo'g'ozidan yaxshilicha yuk kemalarini o'tkazmasang, men senga hozirgidan ham 20 barobar kuchliroq zarba beraman" degan do'q qilishiga Eron: menga gitara, qo'lingdan kelganini qil" deb Ormuz bo'g'ozini minalab tashladi. Tramp hayron. Bular Eronni sindira olmadi. Endi forchka qidiryapti. Bu urushda qanday dasto'yni chiqib ketayin deb. Donald Tramp Eronga urush ochganidan achindimi yo'qmi? Siz qanday fikrdasiz?